Bugun biz Qoraqalpog'istonning markazi Nukus shahridamiz. Ushbu ko'rib turganingiz bu Ramada mehmonxonasi. Bu mehmonxonaning 4000 kvadrat fasad qismiga, 15000 kvadrat interyer qismiga ekoplit panellar ishlatildi. Ushbu obyektdagi ish hajmi haqida gapiradigan bo'lsak, fasad qismiga 4000 kvadrat metr maydonga 8 mm qalinlikdagi RAL 9003 akril panellari ishlatildi. Binoning ichki qismi 15000 kvadrat metr maydonga 12,5 mm akril panellar o'rnatildi. Bu yerda dizayn va sifat uyg'unligini ko'rishingiz mumkin, chunki tabiiy yog'och va travertin teksturalari mehmonxonaga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Eng asosiysi tezkorlik va sifat. Jami 19000 kvadrat metrdan ortiq qoplama ishlari bor yo'g'i 90 kun ichida to'liq yakunlandi. Tijorat obyektlarini fasad va interyeriga yechim qidirayotgan bo'lsangiz, albatta ekoplit panellaridan foydalaning.